Assalomu alaykum musofirda yurgan aziz vatandoshlar. Moskvadan Priyama mana Toshkentga avtobusimiz. Qo'yliq ipodromga yuradigan avtobuslarimiz aka-uka mana. Klientlar ketyapti Moskvadan Toshkentga. Narxi 4000 rubl. Ketayotgan aka-ukalarimiz mana. Ichki salonlarni ham ko'rib. Odamlar bor. Moskva Toshkent aka-ukalar. Narxi 4000 rubl aka-ukalar. Priyamoy. Qalaysiz aka, yaxshimi? Avtobus yaxshimi aka? Nechta gaplashdingiz? 5000. 5000 rubl olib ketyapmiz ana Moskvadan Toshkentga Priyamoy. Toshkentga o'tadi aka-ukalar. Ekranimizda ishlanchi nomerlar bemalol обращаться qilaverasizlar. Metro Kateningdan yuramiz aka-ukalar. Avtobus va shu ideal holatda. Bemalol murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Avtobus yoqdimi aka, avtobus? Avtobus qalay, yoqdimi? Ha, yoqdi, ha, zavod. Qalay, nima deb tavsiya berasiz avtobusga? Endi yetkazib beramiz, aka. Avtobus holatlari zo'rmi, mazami? Cho'tkimi? Bemalol обращаться qilaverasiz aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar. Like, podpisa bosishni unutmanglar aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.